Shukr, rahmat. Shukr, rahmat. Rahmat. Ha, o'tiribsizlarmi? Keling aka. Xo'sh. Mana otamizni ham ma'rakasini o'tkazib oldik-a? Endi ma'rakalari o'tdi. Shu otamizdan qolgan meroslarni bir taqsimlab olsak. Aka, mayli. Yaxshi bo'lardi. Endi siz kattamisiz, sizni maqsadingiz shu-da. Unday bo'lsa, aka, otamizning mashinasini menga bersanglar. Meni hali mashinam yo'q. Shu bilan oz-oz o'zimni tiklab olardim. Aka, Unday bo'lsa, mana shunday hayhotday hovli menga qolsin. aka, axir hovlini hammasi sizga o'tib ketadigan bo'lsa, mashinani men oladigan bo'lsam, ukamizga nima qoladi? Ha, ukamizgami? Ukamiz hali yosh. Ham bo'ydoq. To'g'ri. Ha, kunlar kelib omad kelib qolishi mumkin. Endi qiynalib qolsa, mana davlatdan ozgina kredit olib, o'zini o'zi eplab ketadi. Ha, unda ham bo'lmasa, mana shu hovlini sotaman-da, bir qismini beraman. Tamam? Yo'q. Menga uy kerak emas. Bir qarich ham kerak emas. Ola qoling hammasini. Aka, sizga mashina kerakmi? Mana. Meni ham mashinamni ola qoling. Faqat sizlarning iltimos. Menga otamdan keyin qolgan onamni beringlar. Otam o'tgani yetadi. Endi onamni ham yo'qotgim yo'q.